Bizdan agar bironta kimsa kelib so'rasa agar musulmonman deya javob beramiz. Aslida-chi sizlar dunyoga kelib islomdan bexabar o'tib ketamiz. 18 ming olamni yaratgan Alloh bo'ysundirib havoni chiroyli qilib yaratdi odam atoni. So'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar. Ammo Azozil farishta sajda qilmadi. Meni yaratding olov nuridan, odamni esa loy balchiq tubidan. Olim bo'lib dars berdim farishtalarga. Endi sajda qilayim deya odam atoga. Azozildan ranjigan Parvardigori olam berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli tamg'a, bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a. Shunda ham Xudoga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir o'zim. Bandan tufayli shayton bo'libman, endi bir umr odamga bo'layin dushman. Ular baloy bandayning to'rt tomonini yuraman uning yurak qonida. Ko'ramiz yurarmikin yoki sening yoki mening yo'limda. Shundan so'ng odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyot tarqala boshladi sekin. Zurriyotlar turli millatlarga bo'linib ketdi. Asta sekin ulardan mehr oqibat ketdi. Odamlar bir-biriga qilib xiyonat, kasblari o'g'irlik va bo'ldi jinoyat. Tanimay qolishib bir-birlarini unutdilar bir ota-onadan bo'lganlarini. Odamlarda qolmadi zarracha hayo, unutib Xudoni qoraydi iymon. Yaxshilarga yomonlarga o'tdilar, ketdilar jaholat botqoqlab. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Salomat bo'ling aka, maza qildik.